O'zbek adabiyotining eng sevimli shoirlaridan biri bo'lib, uning she'rlari samimiyligi, soddaligi va yurakka yaqinligi bilan ajralib turadigan Muhammad Yusuf 1954-yil 26-aprelda Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi Qovunchi qishlog'ida dehqon oilasida tug'ilgan. Muhammad Yusuf ochiq ko'ngil va xayolparast bola bo'lib, she'riyat va adabiyotga mehri juda baland bo'lgan. Bunday mehrni uning qalbiga buvijonisi Tursunxon ina uyg'otgan edi. Muhammad Yusuf garchi oddiy dehqon oilasida dunyoga kelgan bo'lsa-da, o'qish va ishlarda katta muvaffaqiyatlarga erishgan. 1973-yili o'rta maktabni a'lo baholarga tugatib, Rishitov nomidagi Rus tili va adabiyoti institutiga o'qishga kiradi. 1980-1980-yillar oralig'ida harbiy xizmatni o'taydi va bu davrda shoir uchun mashaqqatli va murakkab tajribali davr bo'ladi. Shoir ko'nglida ona vatan tuyg'usi yanada chuqur uyg'onadi. Shu tariqa shoirning eng qamrovli ijod faoliyati boshlanadi. Muhammad Yusuf shunday iste'dodli shoirki, uning har bir she'rida xalqning quvonchi va iztiroblari, orzu va armonlarini madh ettirgan. Shoirning dilga yoqqan misralarini xirgoya qilmagan bironta o'zbek farzandi topilmasa kerak. Muhammad Yusuf san'atkor ahliga ham katta yutuq keltirgan. O'lmas satrlarni bitgan desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Muhammad Yusuf xalqimizga qilgan fidoi xizmatlari uchun 1996-yili Do'stlik ordeni bilan, 1998-yilda O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvonlariga sazovor bo'lgan. Muhammad Yusuf garchi she'riyatida sodda so'zlardan foydalangan bo'lsa-da, uning mazmun mohiyatini juda ham boy, chuqur ma'noga ega tarzda yoritib bergan. Muhammad Yusuf 2001-yil 30-iyulda vafot etgan. Garchi u vafot etgan bo'lsa-da, lekin u odamlar yuragida mangu yashaydi. Muhammad Yusuf xalqning qalbidir. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, hamma inson ham vatan ona deya kuylashi mumkin-u, ammo ona yurtni maromiga yetkazib, yurakdan kuylay oladigan, xalq dilini biladigan ijodkorgina chin shoir bo'la oladi. Shoir she'rlari orqali odamlarning unutayotgan qadriyatlarimizni, millatimizni asrab-avaylashga chorlaydi. Uning she'rlaridagi oddiy obrazlari ayni paytda munis va qadrdon, tub mohiyati, ya'ni ular timsolida shu ona vatan, muqaddas tuproq, shu vatanning azizligi, mutabbarligi aks ettirilgan.